Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı İcraya Komitetining raisi Ömer Qanat va Qurultay Qonun Komitetining mudiri Mehmet To'xti boshchiligidagi Qurultay hay'ati 8 mart kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Amerika Davlat Majlisini ziyorat qilib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining munosabatlik amaldorlari va Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'layotgan Avam palata a'zolari bilan ko'rishib suhbat olib bordi. Bu qatimqi suhbatning asosli temasi Kanadaga 10 ming Uyg'ur musofirni elib kelib o'rinlashtirish qaror loyihasining tezdan ijro qilinishida Amerika hukumatining Uyg'ur musofirlar turayotgan davlatlardan to'salg'ularga uchirmay chiqish uchun yordam qilishi hamda navbatda Xitoy qaytarilish xavfi ostida turayotgan Uyg'urlarni Amerikaga elib kelish uchun jiddiy tadbir elish qatorliq masalalar bo'ldi. Kanada liberal parlament a'zosi Samir Zubayri tarafidan parlamentga sunilgan Xitoydan qochib chiqib 3-davlat yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish haqidagi qaror loyihasi bu yil 1 fevral kuni Kanada parlamentida 322 ga qarshi 0 ovoz bilan ma'qullangan. Kanada parlamentining birdek ovoz bilan ma'qullangan bu tarixiy qarori Sharq Turkiston xalqining asla egisiz emasligini, xalqaro jamoatchilikning irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqiga haqiqiy yo'sinda ega chiqayotganligini yana bir qatim isbotlagan. Shundaqli bu qaror Sharq Turkiston xalqining kelajakka bo'lgan ishonch va umidini yanada oshirgan edi. Liberal parlament a'zosi Samir Zubayrining mazkur qaror loyihasi Kanada Ko'chmanlar idorasining Xitoyning ziyonkashligidan qochib chiqib, 3-davlat panohlanayotgan xatar ostidagi Uyg'urlardan 10 ming kishini 2024-yildan boshlab 2 yil ichida Kanadaga yo'tkab kelishni o'z ichiga oladi. Amerika Uyg'ur birlashmasi xalqaro xonim-qizlar bayrami munosabati bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va jazo lagerlarini dunyoga pash qilishda muhim rol o'ynagan Amerikadagi jasur lager shohidlarimiz Tursunay Ziyovuddin, Mehrigul Tursun va Zumrat Davud qatorliqlardan tarkib topgan hay'at bilan Amerika ayol davlat majlisi a'zolarini ziyorat qilish faoliyati uyushtirdi va Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidor Iltabir xonim shaxsan bu hay'atga boshlamchilik qildi. Ular 3-oyning 7-kunidan 9-kunigacha davomlashgan Uyg'ur ayollarining masalasini anglatish haftalik faoliyati jarayonida Kengash palata a'zosi Katrin Cortez Masto, Avam palata a'zosi Laurel Lee, Kengash palata a'zosi Marsha Blackburnning tashqi ishlar va qonun chiqarish xodimlari, Avam palata a'zosi Nanitet Baragan qatorliq 20 dan ortiq palata a'zolari bilan ko'rishgan. Ular ko'rishda Xitoy hukumatining Uyg'ur ayollariga qartilgan majburiy bola tushirish, majburiy tug'mas qilish, majburiy to'ylashtirish, jazo lagerlaridagi jinsiy tajovuzchilik, ota-ona va bolalarni bir-biridan ayirib etishdan iborat oilalarni vayron qilish qatorliq rəhimsizlarcha ilib berayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarini, muhojiratdagi Uyg'urlarga qartilgan davlat halqigan bostirishlarini, irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga uchirgan, har qaysi ellarda sarson bo'lib yurayotgan Uyg'urlarni Amerikaga yerlashtirish masalasi va Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining yo'lga qo'yilish qatorliq bir yurish Uyg'urlarga munosabatli masalalar ustida muzokara olib borgan. Davlat majlisi a'zosi Laurel Lee xonim o'zining Twitter hisobida Uyg'ur lager shohidlari bilan tushgan xotira suratni qisqa bir yozma bilan ham bahrilagan bo'lib, u yozmasida mundaq deb yozgan: "Bu xalqaro xonim-qizlar bayrami kunida men bu jasoratli lager shohidlariga bo'lgan cho'nqur hurmatimni bildiraman. Ben Amerika Uyg'ur birlashmasidan kelgan ayollar bilan ko'rishib, ularning hayot hikoyalarini angladim. Men Uyg'ur ayollarini va ularning erkinlik ko'rishini qo'llayman. Amerika Uyg'ur birlashmasi 20 yanvardan 22 yanvar kunigacha lager shohidlarining oliy maktablar va islom markazlarida Xitoyning Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini anglatish faoliyatini ilib borgan edi. Elfidor xonimning bildirishicha, ular Xitoy hukumati davomlashtirayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini o'xshamagan shaklda Amerikaning o'xshamagan qatlamlarga anglatishini davomlashtiradi ekan. Amerika poytaxti Washingtondagi Erkinlik saroyi tarafidan 9 mart kuni e'lon qilingan 2023-yillik dokladda Uyg'urlar masalasi alohida o'rin oldi. Bu munosabat bilan 9 mart kuni Erkinlik saroyi tarafidan o'tkazilgan muhokama yig'inida so'z qilgan Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal apandim, Xitoy hukumatini dunyoviy erkinlikka eng chong tahdid paydo qilayotgan kuch deb qarashning hech qachon mubolag'a bo'lmaydiganligini alohida ta'kidladi. Uning qarashicha, hozir Xitoyning zulm mashinalari sinaq qilgan zulm qurollarini dunyoga kengaytirish urinishi mohiyat ularning dunyo siyosiy jug'rafiyasi ko'rsatayotgan har qanday ta'sirdan qo'rqinchli hisoblanadi. Garchi hozir nurg'un kishilar Rossiya va Ukraina vaziyati haqida so'z qilayotgan bo'lsa-mu, amaliyot hozirgi eng chong masala Xitoy hukumatidir. Hozir Xitoy taraqqiy qildirgan yuqori fan texniklik nazorat mexanizmi 80 necha davlatga kengayib bo'lgan bo'lib, ular mush vosita orqali demokratiya va erkinlikni bo'g'ib kelmoqda.
Bu hal hozir allaqachon Afrikaga yeyilib bo'lgan bo'lib, Xitoy yana o'zining iqtisodiy quvvatiga tayanib Interpol, BDTga o'xshash xalqaro tashkilotlarni kontrol qilishga boshlagan. Shuningdek, musharqiliq demokratiya va erkinlikning chuqurlarini tunjuqtirishga atlangan. Bunun bilan hokim mutlaqlik va diktatorlik dunyoga yeyilishga boshlagan. Nuri Turkel o'z nutqida alayda ta'kidlagan yana bir nuqta Amerika siyosiy sohasining Xitoy o'tirg'i chiqarayotgan demokratiya va erkinlikni bo'g'ish qilmishlari haqida so'z qilgandagi yomishti etish mavqesi hisoblanadi. Uning qarashicha, irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat atalg'ulari har qachon kishilik huquq dafsanchiligi degandek atalg'ulardan g'oyat zo'r darajada farq qiladi. Yana kelib Xitoyga o'xshash qirg'inchilik ijro qilayotgan bir hukumat bilan klimat o'zgarish masalasini muhokama qilish har soha kishilarni o'ylantirishi kerak. Chunki insonlarning hayotini o't-cho'pchilik ko'rmayotgan bir hukumatning muhit masalasi ko'ngil bilishni umid qilish reallikdan bekmi yiroq. Muhokama yig'inida so'z qilgan Erkinlik saroyining raisi Michael Abramovich 2022 yili dunyo miqyosida demokratiya va erkinlikning chekinishiga sabab bo'lgan bir necha dunyoviy omilni tilga oldi. Shu qatorda Xitoyning tojsimon virusni kontrol qilishdagi choralarni bahona qilgan holda bu jihatdagi bostirishni texim yuqori pallaga elib chiqqanligi alayda eskartildi. 2023 yillik dokladning avtorlaridan biri bo'lgan Adrian Shahbaz mushu qatorda bu jihatdagi umum ahvolni xulosalab chiqdi. U so'zida Xitoyning bu jihatdagi vakillik qilmishlari qatorida Sharq Turkistondagi nopus qurilmasini o'zgartirish, madaniyat, san'at va diniy e'tiqod sohasidagi vakillik shaxslarni zo'r ko'lamda qamoqqa elish, Uyg'ur o'smirlarini Xitoychadan boshqa til qo'llanilmaydigan yotoqli maktablarga to'plash, millionlarcha Uyg'urni lagerga qamash orqali ularning dunyo qarashini o'zgartirish va majburiy emgakni umumlashtirish qilmishlarini bayon qilib, bularning hammasi yerlik aholining erkinligini ig'ir darajada vayron qilgan qilmishlar dedi. Navbatda mazkur yillik doklad har qaysi sohaning diqqatini qo'zg'ayotgan bo'lib, Xitoy haqidagi tushunchaning texmi atrofli bilinishiga vosita bo'layotganligi ma'lum. 2023 yili 5-oyning 14 kuni Turkiya xalqi keyingi navbatlik prezidentni saylab chiqdi. Navbatda hozirgi prezident Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Cumhuriyet Xalq partiyasining raisi Kamal Kılıçdaroğlu prezident nomzodlari bo'lib e'lon qilindi. Bu ikki nomzod oldimizgi kunlarda Turkiyaning har qaysi shaharlarini aylanib, o'zlariga ovoz to'plash uchun xalq ommasiga nutq so'zlashga boshlaydi. Bu ikki nomzoddan qaysining prezident bo'lib o'tib chiqishini Turkiya xalqi bilet tashlash orqali belgilaydi. Turkiyada hozirgi hukumatni boshqarayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasi bilan ularga hamkorlashayotgan Milliyetçi Hareket partiyasi hozirgi prezident Recep Tayyip Erdo'g'anni keyingi navbatlik prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatgan edi. O'ktichi partiyalardan Cumhuriyet Xalq partiyasi, İYİ partiyasi, Kelechek partiyasi, Dava partiyasi, Adalet partiyasi va Saadet partiyasi qatorliqlar birlikda Kamal Kılıçdaroğlu'ni nomzodlik ko'rsatdi. Undaqda Turkiyadagi mazkur 6 siyosiy partiya bir qancha oy muzokara olib berish orqali keyingi navbatlik prezidentlikka nomzod ko'rsatilgan Kamal Kılıçdaroğlu Uyg'ur masalasiga qanday qaraydi? 2020 yili 10-oyning 9 kuni bir muxbirning BDT'dagi 39 davlat Uyg'urlar to'g'risidagi taklif xatiga imzo qo'yibdi, lekin Turkiya imzo qo'ymabdi. Siz buning qanday qaraysiz degan savoliga Cumhuriyet Xalq partiyasining raisi Kamal Kılıçdaroğlu mundaq javob bergan edi. Biz Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan zulmini hargiz qabul qilmaymiz. Turkiya bu masalaga ko'ngil bilishi kerak. Bo'libmi Milliyetçi Hareket partiyasi o'z sheriki bo'lgan davlat prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning buningga imzo qo'yishini chaqiriq qilish kerak. Milliyetçi Hareket partiyasi agar butun dunyodagi turk xalqlarining haq va huquqini qo'g'dayman deydigan, buni qilish kerak. 2020 yili 10-oyning 9 kuni Kamal Kılıçdaroğlu'ning yo'l yo'riqiga binoan Cumhuriyet Xalq partiyasining Amerikadagi vakili Yurter Özcan tarafidan tayyorlangan Sharq Turkistondagi Uyg'ur turklarining tarixi, kimligi va ularga qartilgan siyosat mavzuliq doklati e'lon qilingan edi. Mazkur doklad Turkiya-Xitoy munosabatining Uyg'urlarga ko'rsatadigan ta'siri, Amerikaning pozitsiyasi, xalqaro omillarning roli, tarixiy arx ko'rinishi, yaqinqi Uyg'ur siyosiy tarixi, Uyg'ur diasporasi va xalqarodagi faoliyatlar, Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi, xalqaro jamiyat va Uyg'ur masalasi qatorliq maxsus temalarga bo'lingan bo'lib, har bir tema tafsiliy mazmunlar bilan yoritilgan. Cumhuriyet Xalq partiyasi Turkiya parlamentida 134 o'ringa ega eng chong o'ktichi partiya bo'lib, ularning Turkiya parlamentidagi a'zolarining ba'zilari Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib kelmoqda. Turkiyadagi ba'zi mutaxassislar 6 o'ktichi partiya birlikda nomzod ko'rsatgan Kamal Kılıçdaroğlu saylamda o'tib chiqib Turkiya prezidenti bo'lsa va yangi hukumat tashkillasa, kishilik huquq masalalariga alohida ahamiyat beradiganligini ilgari surmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.